Yukarıkılık şeyimizin devamı hürmetli vatandaşım. Cümleden Avustralya, Germaniya hem de Avrupa İttifakı allaqachon Jungo'nun sınıp kirgen ötkör küçüden asta oyg'onishga boshladi. Ötkör kuch deganlik Jungo dal pul va seriqchilik hakkerlar orqali g'arbdagi demokratik davlatlarning ichki siyosatiga aralashib kommunizmni butun dunyoga tarqatishni planlab ish qilish deganlikdir. Avustraliyaning vaziri shuningdan keyin Avstraliya o'rnidan dasturdi. O'yg'ondi deb cho'qon soldi. O'tgan yil Amerika ovozi radiosida Going material pash qilayotgan chog'da yuqori qatlamdan buyruq kelib, maxsus ziyorat o'zib o'tildi. Going maxsus ziyorat qilg'uchi muxbirlar Amerika ovozi radiosidan qo'g'lab chiqarildi. Amerika ovozi bu ommaviy axborot organiga Jungo'ning allaqachon singib kirganligini oshkorlab berdi. Jungo Amerika va G'arb dunyosi matbuotlarini setib olib, bu ish aslida Jungo Tashqi ishlar ministrligining zo'r ko'lamda tashviqot planlashning bir qismi bo'lib kelgan. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining kotibi Guterres butun dunyoga tarqatgan qizil signalida mundaq dedi. Bu leksiyani sizlarga so'zildi. Demokratiya, erkinlik ve kişilik hukukka qarshi turadigan hukumat hozir dunyoda bosh ko'tarib yo'limizni to'sdi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Trumpning sobiq maslahatchisi Steve Bannon mundaq dedi. Hozirgi Jungo 1930-yillardagi natsist Germaniyasiga o'xshaydi. Jungo o'tmishda g'arbliklar tarafidan haqoratlangan. Tarix omillari Kompartiya Jungo'da huquq beshiga kelgandan keyin g'arblikni o'ch ko'radigan vatanparvarlik tarbiyasi elib berib, ko'pchilik Jungoliklar iqtisodiy saviyasi yuqori ko'tarilgan taqdirdami aqliy fuqarolar jamiyatidan yiroqlashib, mustabid hukumatning tizginlashi ostida davlat qo'shqisi, ya'ni millatchilik tarafdori bo'lib, hayajonlanib turadigan bo'ldi. Bugungi Jungoliklar bunda hayajon to'salg'i uchragan aman nayt asalla urush yo'liga mang'idi. Bunda hayajon nayt asalla urush yo'liga mang'idi. Bu yerda bu Xitoy millatining xarakteriga pek yuqori baho berib qolibdi. Bannonning tahlili intayin to'g'ri bo'lgan. Bu orqali Amerikani ogohlantirib, ayni chog'da Amerika natsistlar Germaniyasi o'z mayliga qo'yib bergandek, koni katanga mengib Jungoni o'z mayliga qo'yib bermaslik kerak deb ogohlantirgan. Abturmaqolisi mundaq davomlashtirdi. Jungo bosh ko'tardi. O'xshashli natsizmlashdi. Uning misollari mundaq bo'ldi. Yaqin nazarband qilingan Tibetlik g'ayri ko'z qarashliq yozuvchi Yuvisi Yoshinning keyingi mavzuliq kitobida mundaq ko'rsatdi. 2008-yildan boshlab Tibetda 3 cho'ng butxonaning rahiblari diniy ta'lim olish, ya'ni bir tarafdan diniy e'tiqod erkinligini qo'zg'ab, Kompartiya bostirgandan keyin Jungo hukumati Tibetda avval Tibetlarni chetga qiqish tadbirlarini yo'lga qo'yib, yig'ishtirib aytganda natsistlar Germaniyasining joyishlarga qarshi turish harakatining o'lgisini ko'chirib ishlatib, ofat boshqarish shoirlarini, ya'ni rishatqilik, ayirib boshqarish shoirlarini, ya'ni rishatqilik shoirlarni qurib, Tibetlarga mening pushtim, mening naslim emas deydigan usul bilan muomala qilib, lixasa sizlarni qarshi oladi deydigan lozunkalarni ko'tarib olib, Tibetning egisi bo'lgan Tibetliklarni qarshi olmay, kimlik bilan cheklab,
Xitay Tibetler mаңıdığan yollarını ayırıp, berip, çigara keneşkisi tarqıtıp, hizmet keneşkisi qatarlıq keneşkilarını tarqıtıp, Lixasa merkezi şəhərinin ətrafıdakı 7 nahiyədə yaşaydıgan Tibetlər Lixasaga erken kirib çıxalmaydıgan bol. Xitay köçmənlərini ixtiyari yürələydigan, ixtiyari kirib çıxıdığan yolga qoyub bəd. Yakında chet el matbuatları mındaq aşkarıldı. Şinjan'da Uygurlarını mecburlap kan evrişkisi, denna evrişkisi aldı. Her bir tüzüm başkuruşlu yol koydu. Natsislardan tehame dehşetlik siyaset yürgüzüp, bütün Şinjan kabahatlik türmege aylan. Cungu Azatlık Armiye katlık başkuruş astığı aldı. Növbəti Tibet ve Şinjan'da milletlerinin kıyın ehvali, içinişlik derdisi, aciz, bekuvul milletlerinin muş halga çürüp koyuş cihette Cungu Kompartiyasının rahmetsizliği, Natsistler Germaniyasının cuyuşlağı kullanılan rahmetsizliğinden alqıp kesi ketti ki kimip kalmadı. Hazırgıça 130 nefer Tibetlik özünü köydürüp, ülüveliş şeklinde narazılık bildirip, özünün hayatı arkalık Cungu hükümetinin şefkatçi siyasige karıştırıp, Tibetlerinin kimliğini halka alemge görsetti. Hazırda laylama oturuyor derdi de Ali Dercik Abdunum degende gemine kılavatı deyişivatıdı, dünya şuna davatıdı. Muşu 130 nefer Tibetliknin özüge benzin çeçip, özü köydürüp öldürüş şekleri Cungu Kompartiyasının milli hükmürallığa karıştırıvatkan muşu halk, muşu ülüş, muşunda karşılık, muşunda ülüveliş yani köydürüş şekleri ülüveliş bilen Abdunomiya alan degen ha. Şunu körüp koyuş gerek ki hazır Uygurlarının içinde zollar hacdavatkan, Abdunomiyaga tayyorlanavatkan, Abdunomiya için terbiyelevatkan kişilerin muşu meselelerden bu işini, jıgı bilişini ümit kılımızı.